2024-yilda ishlab chiqarilgan, 2025-yildan olib haydalgan NTL avtomobili, toza gibrid avtomobil. 1300 km zapas xod berilgan, 34 000 km masofani bosib o'tgan ekan, kraskalari top-toza ekan. Polni navrot mashina, elektrli o'zida 300 km kitob bo'yicha berilgan. 360 kameralari bor. Ближайший ruchkali, salonlarining holati ko'jalari, oq salon, juda ham chiroyli salonda. Xo'p, atamankalari bor, sidenida abduf abagreflari bor, даже orqa sidenalarda ham bor. Shtorka, panorama lyuklar, panoramalari ochiladi, ikkitalab monitorlarda. 34 000 km bo'lgan, torpedkalarigacha juda ham chiroyli ishlangan, orqalari ham kengina mana. Yaxshiroq, nadejniroq avtomobilni gibridini tinig'idan qidirayotganlar bo'lsa, общий zapas xodi ham zo'r, kraskalari ham top-toza ekan. 25 dan haydalgan ekan. Bitta dona mana shu vakoy mana plasmassa joyi sinib qolgan ekan, shuni bitta qo'ydirib olsanglar bo'ldi. Olib mazza qilib haydashingiz uchun 19500 bosing.